Alo. Shunda sindosh yaxshimisan? Ha, yaxshimisan, Jo'ra? Sonlaring yaxshimi? Kel choyxonaga. Ya, bora olmayman, pulim yo'q. Hozir tashishim o'zim yetib turibdi, Jo'ra. Pul kerak emas, Sobirjon bilan Azimjon yeryapti. Sobir bilan Azim yer ekanmi? Bo'ldi, hozir boraman. Bormayman men. O'tgan safar ichgan bilan ichmagan bir xil to'ladik. Bitta shashlik 160 mingga tushdi. Senlar bilan o'tirgandan ko'ra Yandex qilganim yaxshi. Sen to'lamaysan. Ana Sobirjon bilan Azimjon yeryapti. Seryozni? Sobir bilan Azim? Ha. Ha, tekin bo'lsa boraman. Tez yetki. Ya, do'stlarim, sinfdoshlarim, yaxshimisan? Bormisan? Qorangni ham ko'rsatib tur, Jo'ra. O'tgan safarga o'tirishda. Ha, ichgan, ichmagan bir xil to'lar. Ezib yording. Sobir bilan Azim qani? Ovqatdan turaveringlar. Hisob-kitobgacha kelaman deb aytishdi. Birinchisiga 5 ming, ikkinchisiga osh aytdi. Yeb turaylik, suhbatlashib, kelib qolishadi. Kelinglar. Keladi mani? Keladi. Kelsin-da. Maza qildi, Jo'ra. Oshdan keyin 5 barobar ham zo'r ketar ekan, ha? Tekin bo'lsa lom yutasan, ha? Sherzod, Sobir bilan Azim ko'rinmaydimi? Degan bizdan o'tiribdi-yu. Qani? Mana Sobir, mana Azim. Tushunmadim. Ikkovsini qo'shsang Sabr Azim bo'ladi. Bu degani o'rtada to'laymiz degan do'stlarim. Sherzod, men senga boya vaziyatimni tushuntirdim. Pulim yo'q dedim, Jo'ra. Hazilni vaqtimi hozir? Yandex qilsam bo'lar ekan. Xotinga plan topshirishim kerak. Shu paytgacha 300 ming ishlardim. Nima qilay? Sizlarni sog'inib ketdim, do'stlarim. 11 yil birga o'qidik-a. Ikkilangan menga jigarsan. Ey xotin quli, men seni xotiningdan oldin taniganman. Iltimos, sinfdoshlar, oqibatli bo'laylik. Hech bo'lmasa bir oyda 2 marta choyxonada uchrashib turaylik. Iltimos. Bolalikdan birga o'sgan jonim